Sizlarni ham bolalaringlar fast food yaxshi ko'radimi? Unda bu retsept aynan sizlar uchun. Uyda 15 minutda tayyor bo'ladi. Shunaqa yumshoq, mazali va sirli chiqadi. Videoni saqlab olib, albatta takrorlab qilib ko'ring. Buning uchun bizga shunaqa yumshoq bulchkaga o'xshagan non kerak bo'ladi. O'rtasidan ikkiga bo'lib, tagiga qalinroq qiymani joylaymiz. Qiymani oldindan biroz qovurib olamiz, keyin mana shu sosni tayyorlaymiz. Ketchup, mayonez, mustard aralashtirib nonimizga surtamiz. Ustiga qiyma, keyin yaxshi ko'rgan pishloqlarimizni qo'yib, duxovkaga 15 minutga yuboramiz. Va duxovkadan olganimizdan keyin ustiga piyoz va sho'r bodringni solamiz. Usti qavatidagi nonni qo'yib, ozgina sariyog'i eritib, ustiga sedana sepamiz. Qarabsizki, juda ham mazali Big Mac o'xshaydigan McDonald'sning burgeriga o'xshab chiqadi. Aytgandek videoni saqlab qo'yinglar, mabodo yegili kelib qolsa, tayyorlab olsanglar bo'ladi.